hamma mikroelement tuzlar borda. Kaliy bor, kalsiy ham bor, natriy, hamma tuz bor. Даже bu magniy tuzi ham bor. Angliskiy sol deydi. Buni anaqasi qanaqa tushuntirsam qisqa qilib, endi hozir ko'p gapirsam qotilib, o'zimizning organizmimizda bor tarkib kiradi ichimizga. Anaerobniy narsa kirmaydi. U humus deydi, mana shu o'zi vырабатывать qiladi oshqozonimizni. O'sha narsa yaxshi ishlamaganda organizmda zastoy bo'ladi. Shunaqa sol tuz bor, Moskvadan keladi. O'sha qimmat emas, 25 ming всего lишь. Shundan suvga aralashtirasiz. Bitta natashak ichiladi. Bittada тонкий кишечник, толстый кишечник, oshqozon, jigar, o'tqoq bittada pronесет. Зато dizbakterioz bo'lmaysiz, обезвоживание bo'lmaydi. Keril mikrel anaqa tuzlar ham chiqib ketmaydi. Hammasi jigarga. Estrogen, testosteron, kortizol, yod.